Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan mikrochipkan. Hozir motosikl bozoriga keldik. Bugun yili 2-kun. Motosikl bozori emas, shundan bu yerda tushgan mototsikllarni sizlarga ko'rsatib bermoqman. Paket mototsikllar. Nechadan deyapsiz bularni? Pulni nechadan? 13. 13 kelishayotgan ekan. Telefon nomeri pastda yozib qoldiraman. Şu egasi bilan telefonlashaverasizlar. Obunachilar paket mototsikllar. Alfa. Necha deyapsan bular? 0 ha? Paket. Aralsam şu an. Aralsam şu an. Bir kızıl bir qara. Uxlab yotdingmi? Ha? Necha o'rta qilib Uxlab yotdingmi? Assalomu alaykum. Obunachilar, bugungi avzomizda xudo xolasa 70lik hammaga tanish bo'lgan Kawasaki'ning Alfa modeli bo'ladi. Bu modelimiz so'nggi model bo'lib, sakadiskalarning dizaynlarida o'zgarishlar bo'lgan, bagajlarda o'zgarishlar bo'lgan, asosiy motor qismida ob'yomlar ozroq o'qagan, kuchi nisbatan ko'paygan. Benzin rasxodiga kelgan bo'lsak, 1 litr benzin bilan 50 kilometrdan 90 kilometrgacha yo'l yuradi. So'xoy benzin. Kartiyana 800 gram avtobus salınadi. Sağan avtobusa qarab 1000 kilometr, 1000,5 kilometrdan alıştırıladi avtobus. Paket eshikdan terilgan, şöyle mana uyning ichida turibdi, tayyor. Kimga kerak bo'lsa keraksa, xudo xolasa telefon nomerimiz 93lik 045 75 46 Jo'rabek deb murojaat etaveradi. Mototsikl Turlan tumanida turibdi. Necha kub motorlar shundami? Motori 70lik deb aytiladi. 49 kub deb yozib ketdi o'zini. Yani şöyle birkalar var, dokumentasyasında muammo bo'lmaydi xudo xolasa. Rahmat bor. O'zini 49 kub deb yozib turibdi. Birkasında ham Alfa, mana 49 9 kub. 49 9. Yılı 23. 23. Non pravit. 23 yıl aslında 40 kelganda bu bizga. Kimga eshikdan kerak bo'lsa ham berkilarni Eshikda turgan ham bor. Eshikda turgan ham bor. Dastavkalarımız çıkıp gider, istese yeşikte, istese teyip çıkarıp veremiz. Narxına kelgan bo'lsak, bahası $1000. Eğer mabada 3 adam ya 4 adam ya 5 adam mesela qo'shniisi bormi, og'alisi bormi, qo'shilsa olgan bo'lsa, narxlarni tushib beramiz, o'ttin narxlarni. Ko'proq oladi. Dastavka nerlarga? Dastavka O'zbekiston bo'yicha xudo xolasa hamma yerga yuk mashinalarga ortib chiqarib beramiz. Xolasa shu tayyor holatini ek chiqarib beramiz. Bag'ina benzinni solib, yog'ini o'chirib, xolasa yo'q men noldan terib minaman o'zim deb bo'lmasa, yeshigini tayyor holatini jo'natamiz. Yeshigi bilan beramiz. Güzel taqdirlar. Güzel taqdirlar. Dastavkaga kelishgan holda beramiz. Yeshik uchun aslında O'zbekiston ichida 300-500 ming so'mdan ko'p olinmaydi. 300-500 ming so'mdan mumkin pulni. Mabodo agar yangi qarindosh tug'anni, aka-ukasini ya jo'ralari bilan birga minib olmoqchi bo'lsa, shunday deb 2-3 adam iloji boricha birga qo'shilib tug'ani vaqilda. Menga qarasi, menga qizili, menga ko'gi deb bo'lmasa 3 xil setimiz bor, chiqarib beraveramiz. Qizil, qora yana qandaylar bor? Qizil, qora asma ko'ri bor. Korobkalarni o'zlari istaganlarini tanlab beramiz. Hozir bularning korobkasi 4 ta Skorsa 50 ga. Qarasa, agar men Vosxod Minskningaman bu Skorsa o'ynash olmam deydi bo'lsa, Vosxod Minskninga Skorslari bor. Bir pesga qanday baland ko'rlatadilar. Obunachilar. Shuna egasining telefon nomeri bilan aloqaga chiqaverasizlar. Kimga paket ravotchi mod kerak bo'lsa, to'p beramiz. Tamamajini ko'rib ham beramiz. Ko'p odam olib turibdi. Sotgan odam rasxod ko'p emas deb berib turibdi. Olgan odam 2 million so'm, 1,5 million so'mga kuyib turibdi. Shunga hozircha sostensiya ko'rib olmoqchi mototsikl. Sostensiya o'zida kiloton mototsikl bor, 2 ton mototsikl bor, pulning kuchi 70 ton mototsikl bor.
Shunday. Bularni Minsk Voskotga o'xshab sosteniyasi pasayib qolganlarni yana qayta tiklash degan muammo. Bu sosteniyasi sal yaxshiroq, bir so'm qimmatroq bo'lsa ham, ertaga bugun sotganda ham qulay bo'ladi. Shunday kitayskiy mototsikllar bo'lsa, remont etib berish xizmati ham bor. Xizmatlarimiz ham bor. Der apparat, pompa, pila, shunday mototsiklga masalan usta olmayapman. Voskot Minskni uzatib yurganlar uzata olmay turibdi, buzib qo'yib turibdi. Ya avvalgidek sesni o'zini kemaytirib qo'yib bo'lmasa, xudo xolasa a'lo darajadagi sosteniyasini aytib beramiz. Iloji boricha zavod bilan bir qilishimiz.